Mana bu futbolka chiroyli ekan. Rosa chiroyli ekan. Dedingni ham borda xotin. Aka necha pul ekan bu futbolkalar? Bu brendli futbolkalarimiz 220 ming so'm sotilgan. Hozirgi kunda skidga tushgan 150 ming so'mdan. Ikkita uchta olaylik. Mengami xotin? Voy, qanaqa sizga? Akamga. Adasi, mana bu finka chiroyli ekanmi? Deding bor deyman, u xotin. Zo'r. Necha pul aka bu? Bu ko'ylaklarimiz 250 ming so'm sotilgan. Ular ham hozir skidkada 150 ming so'mdan. Mengami xotin, sen deding bor, men yaxshi ko'raman shunaqa. Sizga emas, adamga. Ading? Xotin, mana shunda qara. Chiroyliligini qara. Zo'r ekan, adasi. Sifati ham zo'r ekan. Aka, qancha ekan bu? Bu shimlarimiz 350 ming sotilgan. Hozir shu qo'lingizga kirganki shim 200 ming so'm skidkada. Xotin, bu mengami? Ey, bu qaynukangizga. Shunga mana shunday desa kerak o'tdi. O aka, aka. Mana setkali oyoq kiyimlarimiz bor-ku. 350 ming, 400 ming sotilgan. Mana shu barcha setkali oyoq kiyimlarimiz hozir skidkada 200 ming so'mdan. Shuni o'zingizga oling. Vaqti zo'r aka. Vaqti zo'r ham, mustahkam ekan. Xotin! Mana oyoq kiyimlardan qaynag'amga, qaynatamga olmaymizmi? Boshingga uraysan.